Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompoting. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun juda ham ajoyib video bo'ladi. Men o'zim ham rosa kutib shu videoni olishni. Biz bugun sizlar bilan ikkita odamni solishtirib ko'ramiz. Juda ham kambag'al odam bilan juda ham boy odamman. Kimdir oldin kambag'al odam bo'lgan, hozir esa boy odam. Kimdir esa boy odam bo'lgan, hozir esa kambag'al odam. Avashchi kimdir esa oddiy odam bo'lib boy bo'lib ketgan, oddiy odam bo'lib kambag'al bo'lib ketgan. Biz bugun sizlar bilan mana shu kambag'al odam bilan birga millioner odamni solishtirib ko'ramiz. Sizlar esa bo'lib like qo'yib turinglar, biz esa boshladi. Birinchisi, mashinada yurish. Voy, qanaqadir sekin mashina ekan-da, boru sal tezroq mashina bo'lmaydimi? Vashi yoqmadi, bor mayli shot tashiymiz-da, ketdi qo'ygan mashinaga o'tiramiz. Bu qanaqadir g'alatiroq mashina ekan, sal tezroq kerak. Mana men bitta sal tezroq mashina bor ekan, kelaylik bunga o'tiramiz-da. Gaz bosamiz. Juda ham tez mashina ekan. Bu esa menga yoqyapti уже. Bolalar, qaranglar, men o'zimga yangi mashina sotib oldim, ko'rsataymi sizlarga. Tadam, mana qaranglar. Bu juda ham zo'r mashina, ko'ryapsizlarmi? Buni lekin yo'q, lekin saloni bor, juda ham chiroyli mashina, ko'ryapsizlarmi? Hech kimda bunaqa mashina yo'q. Mayli, men ketdim endi. Boshqa mashina ola qolaman yoki yoqmadi bu menga. Xo'p, qaranglar, endi men o'zimga bunaqa lotka sotib oldim. Qanaqadir temirdan qilingan ekan. Bu ham yoqmadi. Vashcha g'alati mashina ekan-da, bular boru. Zombilar bilan urushish. Bu yoqlaring zombilar, masalan, o'ldirib tashlayman, mana qilish bor. Voy, qilich yo'q qoldi-yu. Men qochishim kerak zombilardan. Men qilichim yo'q qoldi. Zombilar, bu yoqlaring menda juda ham ko'p narsalar bor. Pistolet, avtomatlar bor. Bu yoqlaring, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ko'ryapsizlarmi? Menda avtomatlar bor, menda raketalar bor. Menga hech nima qila olmaysanlar. Davay, bitta hammani o'ldirib tashlayman. Hech qaysini tirik qolmaysanlar. Meni qishloqni kelyapsizlarmi o'zlaringchi? Uchinchisi, uy qurish. Hozir men o'zimga bunaqa olmosli uy qurib olaman, juda ham zo'r bo'ladi. Mana bunday qilsam endi hamma menga havas qiladi. Hech kimda bunaqa uy yo'q, chunki bu olmosli uy. Juda ham chiroyli uy. Hech kimda bunaqa uy yo'q. Mayli, xo'p, men ketdim unda. Xo'p, bunday qilamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Bunaqa qimmat uy emas. Bolalar, men nimaga maqtanaman, to'g'rimi? Men o'z takida ko'p pulim bor. Maqtanadigan narsam ham yo'q. Menga shu ham bo'veradi. Biz ovqat o'stiramiz, ekib chiqamiz. Xo'p, ana bo'ldi, endi buni esa o'stirish kerak. Xo'p, ana bo'ldi, endi esa yig'ib chiqib bemalol yeversa ham bo'veradi. Takilinglar, nyam. Xo'p, birinchi bo'lib daraxt ekamiz. Xo'p, endi buni o'stiramiz, endi kutamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Bu qanaqadir g'alati ekan-da. Qishloqqa sanda qanaqa ovqat bor? Mana men senga hamma izmurudlarimni beraman. Menga ovqat bergi, mazza qilib ovqatlanayman ham. Nima berasan menga? Wow, to'rtlami? Nyam. Wow, mazza zo'r ekan u bularni. Buni ham yeb tashlayman. Men hammasini yeb tashlayman mazza qilib. Pul topish. Hop, hozir men bozorga kirib nimadir olib sotasam, juda ham boy bo'lib ketaman. Bo'ldi, men hozir narsa olaman, texnikalar sotaman men. Hop, unda hozir men borib bozorga kiraman-da, nima sotsam bo'larkin? Men o'zi sandig'imda nimalar bor bu bozorga kirib sotishga? Nima olmalar sotamanmi, nima kartoshka, normal narsa ham sota olmas ekanman, kerak emas. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kerakli narsani bilmasdan tashlayverish. Voy, mana shu yerda butilkam bor edi-yu, qani men butilkam bor edi, nima musorcha olib ketib qopdimi? Voy, menga butilka juda ham kerak-yu, endi men nima qilaman? Menga butilka kerak-yu. Men qo'limning narsalarni tashlayverish kerak deb borib qanaqadir tilla paydo olib qopdimi? Hop, kelinglar, ochamiz-da, hamma narsani tashlayveramiz. Tak. Voy, bo'ldi, men bilmasdan 1 soatda topayotgan pullarimni tashlaverdim-u. Mayli, hech nima qilmaydi. 1 soatda yangisini topib olaman o'zimga. Narsa qazish. Voy, o'zimga olmozmi, nimadir topsam zo'r bo'lardi deb borib, faqat mana bunaqa o'g'il chiqyapti, yana 8 dona jeleza bor atiga. Normalroq narsa bo'lsa zo'r bo'lardi deb borib, mayli, xo'p, endi shuni olar ekanmiz, boshqa hech nima yo'q. Bu shaxtada hech nima yo'q. Yaxshiroq narsalar bo'lsa zo'r bo'lardi deb, mayli, xo'p. Menga vashi yo'qmidi, shu yoq borib, qanaqa odamlar shu
choy kelib narsalar qaziydi. Mana bu yerda qanaqa jelezalar bor ekanmi bilmayman. Salom Ahranas, men sizlarga pul berishim kerak edi ham, mana sizlarga izumrudlar qo'yanni sal keyinroq olib chiqib beraman. Mana bezovta qilmalaring. Voy, bu qanaqa g'alati joyligini buni qaranglar. Hop, qaniychi mana bu yerda nima qanaqa izumrud olmoslarni olish kerakmi? Va juda ham g'alati deb boru, qanaqa qilib odamlar bularni oladi? Menga vashchi yoqmayapti boru. Ishlab topganim yaxshiroq undan ko'ra, to'g'rimi? Qazib o'tirgandan ko'ra. Ya, menga vashchi yoqmadi. Boshqa unaqa qilmayman unda men. Ishlash. Voy, men toshchiman, menga oddiq kerak. 3 kun bo'lsa ham oddiq beringlar menga. Men vashchi ishlagim kelmayapti. Qanaqadir toshliq o'tiribmanmi? Men tushunmadim. Tushunmadim, sen nimalar deyapsan? Qanaqa 3 kun oddiq? Maza qilib ishlamaysanmi? Men senga pulingni beraman. Men kofe ichishimga xalaqit beryapsan. Tezroq ishingni qilgin. Kasal bo'lib qolish. Voy, men tushunmadim. Men tomog'im og'rib qoldimi? Tushunmayapman boru. Men tomog'im og'rib qoldi. Yoki men ko'chada yashayman, to'g'rimi? Meni immunitetim ko'p. Men chunki ko'chada yashayman. Yo'q, men kasal bo'lmaganman. Hech qanaqa dori ham kerak emas menga. Shu. Voy, tushunmadim. Men kasal bo'lib qoldimmi? Yoki nimaga men kasal bo'laman? Men kasal bo'lmadim. Men boyman-ku, meni pulim ko'p. Men kasal bo'lmaganman. Men ketdim unda. Mazza qilib pullarimni ishlataman. Men buni o'tirgandan ko'ra. Narsalar sotib olish. Xo'p, qani bu yerdan nimalar sotib olaykin? Boru olmosli qanaqadir shapka sotib olaymikin? Tillali narsami yoki nima sotib olaykin? Boru nima sotib olishni bilmayapman men. Yoki boru qishloqlar. Meni unda hamma narsamni olinglar. Men boru nima olishni bilmayapman. O'shaning uchun hamma narsani sotib olaman. Mana sizlarga hamma pullar kerak bo'lsa, menga mashti hamma narsalarni beringlar. Men sotib olaykin, qanaqadir bunaqa olmosli shapkamikin yoki qilichmi yoki pardalmi? Nu, kelinglar men bilan sotib olaman. Iltimos menga shapka, men bu kiyim bilan, nu yana men portal beringlar, menga shu ham yeturadi. $1 mana. Ahrana. Bo'ldi, ahrana chaqirishardi emas, men ketdim. Qayoqgadir uchish. Voy, menda mana bunaqa $10 milliard samolyotim bor. Qani kelinglar shunda uchamiz. Voy, men ham uchishni o'rganishim kerak, to'g'rimi? Uchishga harakat qilib ko'rish kerak. Qanaqa uchiradi buni? O'zi meni boru, haydovchilarim bor-da, uchirib yuradigan. Mayli, baribir uchirish bilmayman. Xo'p, kelinglar, mashtaga o'tirib olamiz. Nu, mashta ham uchiramiz. Hech nima qilmaydi. Meni haydovchilarim meni uchirib yuradi. Hozir men juda ham zo'r uchishni o'rganib oldim. Boru, sizlar ko'rishga tayyormisizlar? Men hozir uchaman. Menimcha, lekin o'xshash kerak. Men uchishim kerak bu yerdan. Qushga o'xshab uchib ketaman men. Sizlar tayyormisizlar ko'rishga? 1 2 3 men ketdim. Biznes. Yo'q, qishloq emas. Senga samolyotlarimni tekinga berib yuborolmayman. $100,000 ga ham berib yuborolmayman. Nu, $1 milliard bergin, men o'ylab ko'raman. Mayli, mana shu samolyotim senga $1 milliard bergin, hammasini berib yuboraman senga. Kartoshkali, go'shtli somsalar bor, olib qolinglar. Juda ham mazali somsalar, qovoli ham bor, har xil somsalar bor, olib qolinglar. Bolalar, bugun biz sizlar bilan ikkita odamni solishtirib ko'rdik. Tomog'im og'riyapti. Voy, tomog'im og'riyapti mana. Nushta bolalar, sizlarga qaysi odam ko'proq yoqdi? Boymi yoki kambag'almi? Menimcha hammaga boy yoqqan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Uni puli ko'p, hamma narsalarni sotib ola oladi. Kambag'al esa oddiy ko'chada yashirkan. Boy yaxshiroq bo'lsa kerak. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingiz chiqmasin. Men esa ketdim.